Assalomu alaykum kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar. Navbatdagi bugungi video yo'riqnomamiz ijtimoiy himoya yagona reyestriga ro'yxatga kirish uchun ariza yuborish bo'ladi. Ushbu xizmat orqali demak tegishli davrda daromadlaringiz yoki boshqa o'zingizda mulkiy jihatdan demak ta'minotingiz, holatingiz o'rganib chiqilgandan so'ng aynan ijtimoiy himoya yagona reyestriga ro'yxatga olinishingiz mumkin va bu kelgusida aynan turli imtiyozlardan foydalanishga imkoniyat beradigan xizmat. Xo'sh, videoni boshlashdan oldin kanalimizni yangi kuzatayotganlardan kanalimizga obuna bo'lishni va albatta bizni yo'riqnomalarimizni birma-bir ko'rib, agar yoqqan bo'lsa like bosib qo'llab-quvvatlashingizni so'raymiz. Tayyor bo'lsangiz, hurmatli kuzatuvchilar, jarayonni boshlaymiz. MyGo.uz ilovasi orqali kiramiz. MyGo.uz MyGo.uz ilovasi orqali kirgandan so'ng ijtimoiy himoya degan aynan mavjud, sohasi mavjud. Aynan shu yerda ijtimoiy himoya yagona reyestriga kirish degan aynan bir xizmat mavjud. Xizmat bepul amalga oshiriladi, 1 oy muddatda ko'rib chiqiladi. Biror bir hujjat talab qilinmaydi. Demak, xizmatdan foydalanish qilib jarayonni davom etamiz. Yashash manzilingiz, tuman shahringiz, aynan shu viloyat shahringiz tanlab olinadi va albatta mahalla fuqarolar yig'ini ham tanlaysiz. Keyingi tugmasini bosib jarayonni davom etasiz. Keyingi tugmasini bosganimizdan so'ng keyingi qadamda bizga oilaviy va oilaviy byudjet haqida ma'lumot degan ma'lumotlarni aks ettiriladi. Bu yerdagi e'lonni diqqat bilan o'qib chiqish lozim bo'ladi. Aynan tegishli yo'nalishlarda izohlar berilgan. Shuningdek, oila a'zolaringiz haqida ma'lumotlar birma-bir aks etadi. Bu yerda sizda qo'shishingiz kerak bo'lgan narsa bu demak arizachi va arizachi va uning oila a'zolari nomiga rasmiylashtirilmagan, biroq oilaning foydalanuvida bo'lgan avtotransport vositalari haqida ma'lumot degan oyna joylashtirilgan, aynan ustun bor. Shu ustun asosida demak tegishli avtomobilni qo'shib olish kerak bo'ladi. Sababi oilangiz tarkibida, o'zingiz nomingizda bo'lmasa ham oilangiz tarkibiga kirgan oila a'zolarini birov nomida bo'ladigan bo'lsa, buni qo'shish maqsadga muvofiq. Buni yashirgandan foydasi yo'q, sababi baribir tegishli ishchi guruhi yoki boshqasi o'rganish o'tkazib buni aniqlab oladi. Og'ir hayotiy vaziyatlar yuzaga kelganligi bo'yicha asoslar mavjudligi. Bu yerda tegishli ustunlarni tanlashga to'g'ri keladi. Aynan qaysi yo'nalish bo'yicha siz ijtimoiy himoya yagona reyestriga joylashmoqchisiz. Bu yerda turli sabablar ko'rsatilgan. Birinchi, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan yoki bolasi yolg'iz tarbiyalanayotgan va hokazo shu kabi demak o'zingizda holatingizda ijtimoiy holatingizdagi aks etgan yo'nalishlar bo'yicha demak bu yerda belgilashingiz kerak bo'ladi. Deyilgan eng oxirgisi yong'in, baxtsiz hodisa, tabiiy yoki texnik favqulodda vaziyatlardan jabrlangan oila ustunini tanlash qilib jarayon davom etamiz. Bu yerda xonadoningizdagi buqa va sigirlar soni, echkilar soni, yosh qoramollar soni, ot va tuyalar soni deyilgan raqam chiqqanda 2 ta echki soni, bitta va hokazo xuddi shunday tartibda raqamlarni qo'yib to'ldirib kelasiz. Shundan so'ng bu yerda vasiylik va homiylik organining qarori, endi bu qachonki siz kimgadir nisbatan vasiy bo'lgan bo'lsangiz, demak aynan o'shanga nisbatan vasiyligingiz bo'lsa uni tanlaysiz va boshqa hujjatlarni nazarda tutgan deylik. Umuman shu ijtimoiy himoya yagona reyestriga kirishish uchun aynan biz tanlagan deylik tabiiy texnogen yoki o'sha yong'in holatlaridagi juda bir og'ir vaziyatga tushib qolgan oila deb tanladik. Shuni asoslovchi biron bir hujjatlar bo'lsa, xuddi shu hujjatlarni boshqa hujjatlar turi orqali tanlab, demak keyingi tugmasini bosish orqali murojaat yuborish imkoniyati bo'ladi. Deylik, kelingina faylni bir tanlash yuzasidan yo'riqnoma qilib o'tamiz. Bu yerda aynan hujjatda o'tsangiz, telefoningizga aynan o'sha asoslarni yuklagan bo'lsangiz, imkon qadar nomalarni yuklagan ma'qulroq. Vasiylik va homiylik qarori degan birinchisi deb qabul qiladigan bo'lsak, qo'shimcha tasdiqlagandan so'ng bu aynan hujjatni yuklaydi. Xuddi shunday unisiga ham shu jarayon shunday kechadi. Bugungi video yo'riqnomamiz aynan mana shu mavzuda edi. Demak, jarayon keyingi tugmasi bilan davom etadi va arizangiz ko'rib chiqiladi. Demak, 1 oy muddatda xizmat ko'rsatilayotgan. Shu oralig'ida sizning holatingiz, tegishli tizim ma'lumotlari, tegishli ishchi guruhi zarurat bo'ladigan bo'lsa, o'rganish o'tkazgandan so'ng ijtimoiy himoya yagona reyestriga joylashingiz mumkin. Hurmatli foydalanuvchilar, bizni kuzating va hayotingiz davomida zarur xizmatlarni ko'rishda davom eting. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.